أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال ولا يضره ليلا دخل مكة أو نهارا كغيرها من البلاد. Hazır biz ehramlıqni bağlab miqatdan o'tib Makkaga kirgan holatda. Makkaga kirishda kechida kirsin, kunduzda kirsin o'xshash. Bunda afzallik yo'q deydi. Ya'ni mazhabning qarshida afzallik yo'q. Makruh bo'lmaydi. Kechida kirsin makruh bo'lmaydi. Bazı alimlar Hazreti İbn Ömer radhiyallohu anhu Makkaga kelganda Zitva degan joyda qo'nab tanitgandan keyin deganda Makkaga kirdi degan rivoyatga asoslanib shu kunduzda kirish afzal deb qaragan. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajga kelgan chog'da kunduzda kirgan, Hudaybiya umrasini qazo qilish kelgan chog'da kechida kirgan, kechida kirsin, kunduzda kirsin o'xshash. Hazreti İbn Ömer'den kelgan rivoyat hajilga jafoliq qilmasin, o'g'ri qaraqsin, duch kelib qolmasin deb kunduzda kiritdi deymiz. Şu an nerede kunduzda kechida kirsa o'xshash deb qo'yilgan ba'zi ulamolar bo'lg'achqa kunduzda kirsa afzal degan bo'lg'achqa shuna deb qo'yadi. Bizning mazhabimizda o'xshash afzallik yo'q. فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد. Makkaga kirgandan keyin oldi bilan masjid bilan boshlaydi. Burun shag'ilda tugilan shunda kelsa shu tugini haydablan haramning ichiga kirib ya tugilan bunda to'g'rini boshlaydi, bunda ishlat. Nega hozir masalan bizni haramning oldida tushirib qo'ysa, haram bilan so'nggi biznesini boshqalarga topshirib berib, tudul masjidni qilsak shu afzal. Eğer unda bo'lmaganda yataqqa birishib, so'mka bir narsa kerakligini qo'yib qo'yib, juyinib ya tartiblar, undan keyin darhol haramga borgan. Boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaymiz. Masalan bir tunishim bordi, bir ko'rishib, tamoq yeyib andan baray deydigan, ya bir do'konni so'zsat qildigan, ya malni do'konchiga o'tkazib undan keyin baray deydigan dash. Nima uchun desa, al-hajj qasdul bayt. Tarihi şunlarda qasdul bayt. Ka'bani maqsad qilib kelishi. Sen maqsading nimamish Ka'ba? Undan darhol birinchi yo'la qilgan shu. Darhol kiramay qolgan nima uchun desa, chunki so'mka yuqtaqliva uni joylashib qo'ygan haramga unga kirgil bo'lmaydi. Ba'zida yengil so'mkalar qolsa haramning oldida omonat qilib, uni bir qo'yib kirasin bo'ldi. Lekin ko'pincha hozir anda guruhlar boshqa amralar bilan bo'lgandan keyin oldida yataq tushitib, uni yengillab, juyinib andan haramga bordi. Bo'lsanda bak charchab ketgan holda safar jafoli hozir. Hatto oydinda tushgan oydinda shu tam bo'lishma yarim soat, 1 soat saqlar buradan. Oydindan chiqib bo'lsa 3-4 soat o'rtirilgan. Undan keyin Makkaga kirish shunda oshunda jafoli uyqusiz kelgandan keyin yataqqa kirib 2 soat vasan uxlab armalada anda ravs tetik holatda ash ibodatning ta'min etiladigan holatda andan haram kirsa shu yaxshi. فإذا دخلها ابتدأ بالمسجد. Hazreti Ayşe rivayet edilen hadiste أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أنه توضأ ثم طاف متفق عليه. Dastlab qilib tartilib udul shu masjidga kirib tavof qilgan edi. قال لأن البيت فيه Mescid-i Haram'ın içinde Kabe, Beytullah şunun içinde boğaçqa. Şu mescid kirdi. Vel maksudu ziyaretuhu. Emlad maksat şu Beytullah'ın ziyaret qilish. Hacdan ma'nosi shu edi. Bundan keyin boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmaydi. Bu yerda biz kishi tartildi yoki yuyindi dedik-ku. Elbette tavof qilish uchun tahorat bo'lish kerak deb qaraymiz. Uni yuyinish desak, yuyinish badan pokizlik uchun. Ya ta'birmaslik masalan, ya to'ptarat, ma'no. Undan keyin bo'lsa, hayzda ayol bo'lib qolsa-mu, nifaslar bo'lib qolsa-mu, yuyinadi. Biz kitob-ot tahoratda mustahab bo'lgan yuyinishlar qatoridan al-igtisal li dukhul Makka degan. İbn Ömer radhiyallohu anhu shu Zitva degan joyda qo'nab Makkaga asqagan yerda ashada qo'nganligi atigan, uni yuyinib, undan keyin kirdi.
Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıygaşını boylar mangallık için. ويستحب أن يدخله من باب بني شيبة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. Aşın Mescid-i Haram'ga kirgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan sharikatiga ergashish uchun Bani Shayba darvozasidan kirishi mustahab. Burun Kabe'nin Hajar-ul Asvad kıldıqlaraq müşterekte Bani Shayba cemaatininki darvozasi. Yani şo'lashma kirgan yo'l deydi. Darvoza bekilgan bo'lsa, unda bir kirish ig'zi bor. Babi Bani Shayba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik kirishligida Kabe'ni Qurayshlar bino qilgan vaqtida Hajar-ul Aswadni kim joyiga qo'ydi deb talashlar chiqqanida axiri bosh Bani Shayba tarafdan birinchi o'lab kirgandim nima qilsin ekan shunda qarasa Rasululloh kirib keldi as-sodiqul amin bo'ldi hammaylar rozi deb Rasululloh hamma qabiladan birdan kishini tanlab bir rahmon kishiga selib biz kishini har bir qabiladan adam tutqizib yetkazib olib o'zi joyiga qo'ygan Hajar-ul Asvad. Shu Bani Shayba shu. Keyinchalik darvozani kengaytirib qilgandan keyin Bani Shayba darvozasini udilgan Babus-Salam deb darvozani yangidan paydo qilgan keyingi vaqt. Bu Babus-Salam shu nimaga hozirgi Darut Tawhid bog'i, Funduq Darut Tawhid. Shu udilib keldi. Burunda shu Xotan ribotining udili Bab Ibrohim bilan Bani Shayba Babus-Salam shu qata. Hozirgi Funduq Tawhidninki udili. Bu joylarning ko'pincha hozir yo'qolib ketdi. Masalan, Makka kirishda shu Mualla tarafdan, Kada tarafdan, Saniyatul Kada tarafdan kirdi. Bu unda ustun taraf. Saniyatul Kada tarafdan kirdi, Bani Shayba kirdi. Endi bu yerdan udul kessak, Kuday taraf ketamiz. Masfalar Uyg'urlarning masfasi var, asrab ketgan. Kirishda Makka kirishda Mabash tarafdan kelsin Rasulullohga aylanib Kada Saniyatul Kada Mualla tarafdan unda kirdi. İkinci gidişte Tön tarafdan Kuday tarafdan çıktı. Yani Uygurlar turgan joy şu masfalar Kuday degan joyda shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bani Shayba tarafdan kirganligini Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Sahih sanad bilan. Bayhaqi shunday degan. Hozir masjidga kirdik ama kirgan chog'da boshqa masjidlarga kirganga o'xshash o'ng putimiz bilan kiramiz. Cuma kirgandimi ham talbiya to'lab davomlashib turgan gap. Yani Bani Shayba kelganga qadar talbiya to'laymiz. Shu darvozadan kirgancha o'ng putimiz bilan kiramiz. Wa yustahabbu an yaqula inda dukhuliha ba'da inda dukhuliha degan. Uning kirgan chog'da degan, na kirgan chog'da Makka kirgan chog'. Dukhuliha Makka kirgan chog'. Masjidda dukhulihi hozir nimani sharlatida emasmi? Sal ilgirkilik bormi? Makka kirgan chog'da, Makka haramiga kirgan chog'da shunda deyishi mustahab dedi. Allohumma hada haramuka wa ma'manuk. Qulta wa qawluka al-haqq wa man dakhalahu kana amina. Ey Allah, bu sening haraming, yani chekilgan rayoning va xotirjam qilgan joying. Sen Qur'onda bunda deding, so'zing haqdir. Kimki uningga kirsa xotirjam bo'ladi, yani xotirjam qilinglar deding. Allohumma faharrim lahmi va dami alan-nar. Ey Allah, men bu mashaga kirdim mana shunga mening butun vujudimni, yani go'sht va qondan iborat hamma vujudimni do'zaxga harom qilg'aysan. Waqini azabaka yawma tab'athu ibadak. Bütün bandalarini qayta tirildirdigan ash kunda meni do'zax o'tidan saqlag'aysan. Va yadkhulul masjida hafiyan. Masjidga kirgan chog'da yalang'oyoq kirdi. Ham kamtarlik jihatdan, ham haram masjidni ulug'lig'anlik jihatdan shu chog'da kirgan chog'da xushu bilan o'zini tuvan tutgan holatda Alloh taolaning va haramning ulug'ligini ko'z oldiga keltirgan holatda hurmat va ulug'lash holatida tavozu bilan kirdi. Burunqi solihlarmi Allohni haqiqiy tanigan ariflarmi shunda holatga kirgan.
Nima uchun desa, shu baytni kurashning o'zi, baytning egisini kurashga ishtiyoq bog'litilgan narsa. Ba'zi ilgirki salaflarimizdan haramga kirib, shunda Ka'bani birinchi qilib ko'rgan chog'da vujudidan ketganlar. Ba'zilar shu kurablam Ka'bani shunda tutib o'lib ketganlar. Demak, shunda bir nimani kayfiyatni his qilganlikdan bo'lg'ash. Yani shu haram kirgan chog'da, tavob qilgan chog'da yoki birinchi tavob qilganda, ikkinchi tavob qilganda araliqda qildigan duoning hammasi Rasululloh bekitgan duo emas. Faqat Ruknul Yamani bilan Rukn Hajarul Aswadning aralig'ida kagini Rasulullohning Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Shu hadis kelgan. Qolgan esa shu salaf solihlardan, sahabe kiramlar, tabiinlardan kelgan duolar. Hanafi mazhabda İmam Muhammad rahmetullah alayh bu haj faoliyatlarning bu nimalarda labbaykadan boshqa masalan, ana biz bekitib olgan duoni qilgandan o'zi ko'ngildan chiqarib boqiga yaxshi. Kitob salatdan deb o'takatdik bu. Duoda ma'lum bir siyg'ini unda bitilib, yodlab olgandek uni takrorlasa, bu dil irib duo qilgandek bo'lmaydi. Buni ko'ngildan chiqarib, shunda bir yelinib turib bunda duo qilish lozim. Yodlab o'qib takrorlab bunda bo'lsa, u duoning nursi bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin o'zi tamlashtirib duo qilolmaydigan avom qaqlar. Çünkü dua kıldığımda qalaymagan narsani tilaydigan masalan yoki chekimni ochadigan ish bormasmi? Yoki obdan dua qilmaydi ha. Yani tilaydigan narsani obdan tilayolmay, yo'qolgan narsani tilab beradi, undan qilish. Shunga shu eng yaxshi shaklda dua qilish uchun oyat va hadisda kelgan duoni tanlab, salaf solihlardan kelgan duoni tanlab qilsa, bu yaxshi. Qala illa an yastadirra. Fakat lağımda yalanayman qasa, tuğutken çirktidigan, taş ağırtıdigan, yoki putu aptap kuyup gidigan, sıqtın kuyup gidigan hılba. Hazır o aramın aşırı taşlanması, ötküzmeydigan muzdek taşlanma, meydanlık taşlanmış. Putu ağırıydigan bulup qasa, bu uçakda onun bir nəs kiyvası buldu. Hazır qalatdığımı bazı taşqıda sırmanı verse, ziyan kıldigan, putunu qatıp ağırtıdigan kişiler, kılın paypak kiyvası buldu. ويقول عند دخوله أنفتنذب أشعر مسجد كيرجن تغدا مشندا ديد بسم الله وعلى ملة رسول الله الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام الله ناملان رسول الله صلى الله عليه وسلم dinide turup diyen milleti Resulullah meni özünün haram mescige yetkizgen Allah'a cimi hamdü sanalar bulsun. Allahümme ftahli ebvâbe rahmetik. Ya Allah bana rahmetinin dervazını keng açıp keysen ve mağfiratik mağfiratını ve adkhilni fiha ve meni rahmet ve mağfiratinge kirgizip keysen ve aghliq anni ebvâbe ma'asik menin aldığımda günah masiyetlerinin dervazlarını takip keysen ve cennibnil amel biha meni günah masiyet kıldığımı keysen de dua kıldım. قال فإذا عاين البيت عند رمز شندا كرجندين كم كعبة كرندو كعبة شندا كرجندين كلام كبر وهلل الله أكبر لا إله إلا الله تكبر وتهلل كالتردو ويستحب أن يقول من دا سيغلان ذكر قصاته يخشى الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام اللهم زد بيتك هذا تشريفا ومهابة وتعظيما اللهم تقبل توبتي وأقلني عثرتي واغفر لي خطيئتي يا حنان يا منان. جابر رضي الله عنه رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Şunda da ettiği kâgen. Bir adam da şu şekilde bir zikrini keltirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme entes selam. Ey Allah sen tinchlik,
o'ziz. Va minkassalam tinch amonlik mo sendan keladi. Hayyina robbana bisalam bizni tinchlik va islomiyat bilan yashatqizgan. Va adkhilna darassalam va darassalam bo'lgan tinchlik makon bo'lgan jannatga kirgizgan. Allohumma zid baytaka hada tashrifan. Ey Alloh, mush baytingni texim sharafli qilib atgan va mahabatan texim haybatli qilib atgan va ta'ziman texim ulug' qilib atgan. Allahumma taqabbal tawbati. Ya Allah, men tavba qilib sening baytingga keldim. Tavbamni qabul qilgaysan. Va aqilni asrati. Mening xatoliklarimni, savalliklarimni kechirib o'tkaysan. Vaghfir li khati'ati. Gunohlarimni mag'firat qilib o'tkaysan. Ya Hannan va ya Mannan. Ey mehr shafqatchi va ko'p ihson qiluvchi. Ba'zi rivoyatlarda Ashkabni ko'rgan chog'da dua ijobat qilinadi degan. Shunga Kabin ko'rgan namollam bir duo qilgan. Ba'zi asarlarda baytni ko'rgan qillam qo'lini ko'tarib Allohumma antas salam va minkas salam hayyina robbana bisalam اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا. الحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت. من دعاء نقول مردم مش من دعاء كهجن كتاب akagan duoga yaqin keldi. Ba'zi bir iboratni o'zi xohlagancha ko'ngildan chiqarib tilovat bo'ldi, o'zining iborasi bilan. Ya Hannan va ya Mannan degan. Hannan va Mannan degan mush ism Alloh taolaning ismi, ismi emasmi degan masalada zira ixtilof bor ularning qarashida. Hannan degan biz hanna fulanun ila kada degan bir narsa ko'rgisi kelgan, bir narsa sig'inganligini. Hanin deymiz bu. Al-hanin degan sig'inish degan bu. Va tahannana ala fulan desak, unga mehr shafqat qildi, ich og'ritdi, rahim shafqat qildi degan ma'noda. Al-hannan degan, al-hannan degan bu sigat mubolag'a. Shunami? Birisiga rahim shafqat qilganlikni ko'rsatgan so'z. Na katta rahim shafqat qilib turgan zot degan ma'noda. Qur'on Karimda va hananan min ladunna dedi. Shunami? Ya Yahya khudil kitaba biquwwa va ataynahu al-hukma sabiyya va hananan min ladunna va zakatan va kana taqiyya. Va hananan min ladunna degan biz huzurimizdan bir rahim shafqat, mehr shafqatni ato qildik degan ma'noda. Agar hananayk deb qolsa, arqa rahim shafqat qilsa degan. Mesela sa'dayk dedğo labbayk sa'dayk sa lavay lavayni arqadan takrar lavay degan. Sa'dayk degan yaqin. Hananayk desa ma arqadan rahmat qilsa degan ma'noda. Urva radhiyallohu anhu labbayk robbana va hananayk deb talbiya to'latgan. Saysanat bilan kelganida Hazrat Urva ibn Zubayr Navati al-Hannan bu Rahim degan ma'noda. Şu bazı ulamalar mushunda ba'zi bir hadislarda ya Hannan deb Hannan degan mushu ibora kelgan bo'lg'achqa Alloh taolaning Hannan degan sifati bor deb qaraydi. Bu hadislar sahih emas deb qaragan ulamalar Alloh taolaning unda Hannan deb sifati yo'q dedi. Lekin mushu ba'zi kitoblarda Hannan degan mushunda ism ko'p keladi. Ba'zi kitoblarda yo'q. Ama Mannan degan ihson qiluvchi. Mesela manantu ala fulan desa, uni bir yaxshilik qildim degan ma'noda. Bu minal man degan yaxshilik qilish. Minna o'sha minnat qilish, o'zim minnat qilish. Lekin arabchada al-mannan degan u ma'nodan qildi, bu ma'nodan qildi. Masalan, 3 kishi va Alloh taolo u kishiga qaramaydi deb al-mannan yana o'zining tavarini yolg'on qasam bilan bozorga silvochi degandek hadislar minnat qiluvchi. Bu insonga nisbatan bu so'kashni bildiradi. Al-mannan minnat qiluvchi.
La tubtilu sadaqatikum bil manni vel ada. Sadaqa bererken minnet qilib uning savobini yo'qotmanglar deganlar. Ba'zi ulamolar bu nayte jiq bag'ishi, katta narsani bag'ishi deb tafsir qilgan. Jiq berdigan va bag'indimi katta iltifotni qilib berdigan zot degan. Endi Alloh taolo nisbatan al-mannan desak, mannidan kelgan desak, ashuni katta iltifotlarni qilib o'tkishi degan bo'ladi. Bu to'g'ri. Al-mannan minnatdan kelgan desak, minnat qiluvchi desak, haqiqiy agar minnat qilib qolsa, minnat qilish haqqi bo'lgan zot al-mannan degan. Başka insanlar yaxshilik qilsa, minnat qilish haqqi yo'q. Chunki u bergan narsa yendim berdimi? Yo'q, Alloh taolo bergan narsa berdi. Yendim bergan ish yo'q. Lekin Alloh taolo o'zi yaratgan va o'zining huzuridan bir narsa beradigan zot bo'lg'achqa, agar minnat qilaysa, haqqi. Ma tarafdan qilsak, har ishga ma'ni to'g'ri chiqadi. Qala wabtada bil hajar al aswad. Biz Kabe'ni ko'rdik, Kabe'ni ko'rgan hamon duo qildik, qo'limizni tarafdan ama undan keyin gachchini berib biz Hajar al-Aswadning uduliga kelamiz. Ash bo'jakda Hajar al-Aswadda. Dadimni ko'zdek qo'yib qo'ygan. Hajar al-Aswadning uduliga kelib, tushadin tavofni boshlaymiz. Wabtada bil Hajar al-Aswad. Birinci olarak Hajar al-Aswadning uduliga kelib, fastaqbalahu shunga qarab turib va kabbar. Allohu akbar deymiz. Fastaqbalahu va kabbar. Hakada fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lamma dakhala al-masjid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirgan vaqtida shunda qilgan. Bizmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishib shunda qilamiz. Hajar al-Aswad degan rengi qaramtul, qizg'och qaramtulroq taşның çoğunluğu 20 santıda 16 santıdak şurak taş değil. Bazılarının deyişte bu neçe parça bunu üzere bunda birbirine kümüş ile tutaştırıp koyarlar deylik. Yani bu tuxumsiman 20 santıda uzunlukta bir taş. Cennetten düşken de seyirdiz kelgan. Zimindan bu Hajar al-Aswadning joylashgan yeri zimindan 1,5 metr egizlikda. Adamning bo'yotilgan. Og'zi o'dilgan 1,5 metr. Hajar al-Aswadning aşı bundan nima adam 5 tiqilgan. Shundan bo'lsa xuddi unda be yaytpan qandaymiz oyoqdan do'q. Oyoqdan. Yog'och qachayapti ku. Unda oyoqdek holatda. Bunun üstüge masalan mumdek moddelni sükep aslında bir xil shiproqli bilan bir aralashib qilib aslında joylashtirib o'taylik. Bir odam o'zida qildigan albatta. Ha, shu kumush qopning ichida. Bu tash shunda mushuncha qildimi? Bunda şekilde resimde gösterdik. Keyin aşı joylashgan chog'da ashunda mum masalan shamdek narsada ashunda qatirib shuni ichiga deb ashunda shaklda joylashib qo'yadi. Ya'ni atrofida shu da oq narsa bor, bu sap kumushning qo'yiladi. Abi beshida tutib tashlangan tash shu. Buni 4-asrda hijratning 4-asrda Batini yildan Qaramata devletini kurgan şu bedbahtlar cahidini tomurab hep ketken. Hep ketip 22 yıldan keyin ondan joy qaytgan. Yani bir çağılda birisi aslında kelip jo'tundan do'qdan cho'qib bir parchasini qiladilar. Hani uni tutib o'lim jazosi berilib, hani uni keyin shu Malik Abdulaziz podshoh joyiga o'rnatgan. Hajar al-Aswad şu Kabe'nin bir böcekide darvozaga qiyada aş böcekka joylashtirilgan. Dastlabda tavofni shu yerdan boshlaymiz. Hadisda asli bu Hajar al-Aswad cennetdan tushgan tosh asli oppoqda insonlarning gunohlari bilan qarib ketgandir. Hajar al-Aswadda shuniki qarib ketganlik. Cennetin üstü gen sayılır. Bunun kengisi bundaki
Qala va yarfa yadayhi kas-salati. Namozda qo'lni ko'targandek, ya'ni biz Hanafi mazhabda quloq qanchalik ko'taramiz-ku, uni boshqa ko'tarish yo'q. Raf'ladanda bas qildik-ku. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. Resulullah'ın hadisi aciz bu. 7 o'rinda dedi. Bunisi 4 o'rin shu ayizga munosabatli faoliyatda. Şunun birisi Hajar al-Aswadga qo'l bilan ishora qilgan chog'da yoki shu tavodni boshlagan chog'da. وعد منها إسلام الحجر. أشياء o'rinning birisi Hajar al-Aswadni tutgan chog'da yoki silgan chog'da. İslam degan nima iborat? İslam degan silam degan, ya'ni tash, silam degan tash. Ba'zi ulamolar shuni degan silam, salom emas, silam degan tash. Yani islam degan xuddi qo'lini tashlaydi degandek, suvaydi degan, qo'lini surkaydi degan ma'noda. Ya'ni shu tashimda surkisa, qo'lini silsa, islam bo'ldi dedi. Ya'ni massis silam deymiz. Ash tashnimda silash iborat. Ba'zi olimlar salomdan kelgan bu iftial vaznida salomdan salom berish. Xuddi bir salomga kelgandek, qo'lni kurashgandek masalan. Shunda iftial deb bunda siga chiqqan deb qaraydi. Bu ham qo'lni tutish. Qo'lni tutquli bo'lsa, qo'lni tutishingga. Wa yuqabbiluhu in istata'a min ghayri an yu'dhiya musliman aw yastalimuhu. Agar azodchilik bo'lib, bir musulmonga azamay, uni qistab, mijvetmay, bunda bir azodat berib, so'ygil bo'lsa, so'ydi. Ya'ni bu siqil deymiz-ku, so'ydi. So'ygil bo'lmasa, aw yastalimuhu, qo'lidan tutiblam ma'noda. Va huwa an yalmisahu bi kaffin. Yastalimuhu degani zahdishma, va huwa an yalmisahu bi kaffin. Ya'ni ash tashni alqini bilan tutish, silash. Aw yulmisahu shay'an bi yadi. Yoki qo'ldagi bir narsa bo'lib qolsa, shuni tekkizish deydi. Qo'lda masalan bir tayoq, hasa bundan narsa bo'lib qolsa, bu tugiga mingan holatda bo'lib qolsa, tugida yonishib bunda so'yilmaydi va qo'lda tutqilmaydi. Shuna hasini bundan qulpam Hajar al-Aswadga tekkizib mana. Ve aşağıdan içindeki taş tek sünnet ev yulmisahu şey'en biyedi. Yani koldaki tayak yasıdak bir narsıge tek güzüp thumma yukabbiluhu andın şu asını söyledi. Ev yuhadiyahu ya ki o tayakını söylemişsin mi? Tayakını tek güzgendikken Hajar al-Aswad'ga ağzıga nakıp koydu. Bu da mesela kolumuzu Allahu Ekber dedik o yeniken nakıp koygandak. Yani bu anda şu söyleşinin orunu tutduğun narsa. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet kıldı. Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yestalimuhu ve yuqabbiluhu. Muttefakun aleyhidir. Yani şu söyleşinin sünnetlikini şeyden çıkıldı. Hazreti Ömer mi? Şimdi gelen taş sen faiziyen etkilenmeyse ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in senin söygeldiğini görmegen olsam söylemekte. Kişilerin aslında taş faiziyen etkiledi de uylap kalmışsın da aslında degen. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tafa bil beyt ve huve ala ba'irin kullama ata ala rukne eşara ileyhi bi şeyin fi yedihi ve kebber. Her katın Hajar al-Aswad'ın udulu kelgancha da qo'ldagi bir tayoq bilan da Allohu akbar deb ishora qilib ketdi. Yani Abdurrazzaq Musannaf'da rivayet qilgan bir hadisda İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan bir hadisda ennehu kana ida istalama rukna qala bismillah vallahu akbar. Buni Hafiz ibn Hajar Talqisul Habirda Seydib bağlagan. Hazır bu qo'limizni ishora qilamiz. Da siz shu udul kelgancha bu haq bunda to'g'rilmaydi yerda. Uzun tura olmay. Bunda siziq var yerda. Siriq siziq qo'yildi va qara siziq. Siziq kelgancha udullashdi degan chog'da bismillah Allohu akbar deb qo'ymoqlar. Ya uzun tura olmaydan shu bismillah Allohu akbar deb qo'ymoqlar. Bo'lmasa edan kelishib qoldi. Yana İbn Abbas radıyallahu anh rivayetinde ennehu kana idha istalama qala Allahumma imanan bika ve tasdiqan bi kitabik ve sünneti nebiyyika sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bayhaqi Sunan Kubra'da rivayet qilgan.
أو يشير إليه إلا ما يقدر على الاستلام قلولا سلاش إمكان بومسا إشارة لدود لأن التحرز عن أذى المسلم واجب çünkü Müslümanға azа biriştin saqlanışının hükmü vaciptir. والتقبيل والاستلام سنة سياش وسلاشның hükmü sünnettir. والإتيان بالواجب أولى نقول biz qanı qılmaz vacibni qilish lazım. Bu fiqh al-awlawiyat deymiz. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم şu Hacer el-Asvedni söygen. Va taqib nomerna hadisi şunu isbotladı. Muttafaqun alayhi hadisi ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hacer el-Asvedni islam qilib söygenligini ko'rdim dedi. وقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل أيد أي قوي سان كشلك بالآدم فلا تزاحم الناس على الحجر حجر الأسود سويمان داد كشلان قصتب جمجان ولكن إن وجدت فرجة فاستلمه لكن ده أزاعت لك بوشتنا كرب قاسم أو جاودة تستنبولدو سويسان بولدو وإلا فاستقبله onda fırsat bulmasa Hacer el-Asved'e yüzünüp durup ve hellel ve kebbir la ilahe illallah Allahu ekber diyen dedi. وروي أنه صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته واستلم الأركان بمحجنه محجن كان أجر حصى أجر تياق ديان بولdu. Resulullah tavaf qilgan chaqda to'g'risning ustida tavaf qilib Hacer el-Asved'ga qo'ldagi egrek bir hassi tayoqdek bir narsani shunda tekkizgan edi. Nerede istimal erken depto istimal rukn degan rivoyat sahih Buxoriyda rukn desa Hacer el-Asvedni ko'rsatdi. Mana an Ibn Abbas radhiyallohu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi wasallam tafa bil bayt wa huwa ala ba'ir kullama ata ala rukn Hacer el-Aswed kelgan chaqda ashara ilayhi bi shay'in fi yadihi wa kabbar. Mihjan degan rivoyat bor. قال ويستحب أن يقول عند استلام الحجر حجر الأسود سيلغان چغدا يا كان سلاش ممكن بولسا إشارة قيا وقتمızda munda deyişi mustahab değil. Yani tavafның birinci qıtım şu tavaf tutuşqiga vaqtki zikr mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme imanen bike ve tasdiqan bi kitabike ve vefa'an bi ahdike ve ittiba'an li nebiyyike. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Âmentu billah ve kefertu bil cibti ve tağut. İbn Abbas radıyallahu anhu Hacer el-Asvedni tutgan chaqda shunda duo qilgan. Allohumma imanan bika va tasdiqan bi kitabika va sunnati nabiyyika sallallohu alayhi vasallam. Imom Bayhaqi Sunan al-Kubra'da rivoyat qilgan. Albatta bu sahabe kiramdan kelgan duolarga o'zim ancha-muncha ba'zi bir iboralarni qatib shunda imomlarimiz, ulamolarimiz va tabi'inlardan iborat salaflarimiz shunda duoni kitoblarda yozib qoldirgan. Yani ey Allah, Allahümme imanen bike. Ey Allah, ben sana iman etken halatta, kitabınga işengen halatta ve sana bergen ahdimde tuğan halatta, peygamberimge ergeçken halatta keldim bana. Şu ecbaletin şunları icra kılvatıman. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammed abduhu ve resuluhu. Âmentu billah, Allah'a iman keltudum ve kefertu bil cibti ve tağut. Men Allah'ın gayri ibadet kıldığın her kanda but ve batıl mabutların hemmizke tandım. Allah'la iman keltudum. قال ثم يطوف طواف القدوم ondan keyin tavaful qudumni qiladi. Biz tavaful qudumning bir necha ismi bor degandik. Tavaful qudum, tavaful vurud, tavaful varid, tavaful liqa va tavafut tahiyya. Shunami? Nada tavaful qudum, tavafut tahiyya deb ikki ismini kelib qo'ydi. Yo'q, bu boshqa. Ma'lumda ay dastlab qilib Makka kirgan chaqda qiladigan tavof. قال وهو سنة الآفاقي مش طواف القدوم أي ميقاتن سرتدين كاغلا شون سنة ترى مش حكمه سنة جمهورن قرشدا سنة إمام مالك واجب تقريبا قال صلى الله عليه وسلم من أتى البيت فليحييه بالطواف miqatning sirtidan kelgan kishilar tavob bilan unga salom bajo keltirsin. Xuddi bu nimaga o'xshaydi? Masjidga kirsak tahiyatul masjid o'qigandek. Shu man atal bayt sirtdan kelganlar, ya'ni miqatning sirtdan kelganlar demakchi. Makkaliklarga haram doirasidagilar va miqat doirasidagilarga u sunnat emas. Imom Malik vojib deb qaraydi.
İmam Malik mush hadisni asos qilib vojib qilib fal yuhayyihi degan buyruq bor. Al-amru lil-wujub deydi. Jumhur va Hanafi mazhabchilar yo'q bu sunnatni ko'rsatdi. Yo'da fal yuhayyihi dedi. Fal yuhayyihi tahiyya qilsin dedi. Tahiyyaga odatda sunnat vojib bo'lmaydi. Tahiyatul masjidga o'xshash. Va lafzatu tahiyya tunafil wujub. Tahiyya degan so'zning o'zi vojiblikka zid keladigan so'z. ولا قدوم لأهل مكة فلا يسن في حقهم. مكة أهالisiga nisbatan sirtdan kelish yo'q bo'lgan. Ya'ni Makkadan turdi bular. Sirtdan kelgan ahol bo'lmagan ekan, ular uchun tavaful qudum yo'q. Xuddi masjidning ichida o'tganlarga nisbatan tahiyatul masjid bo'lmagandek. Sirtdan kelsa masjidga, uni tahiyatul masjid bo'ldi. Masjid ichida o'tganlardan tahiyatul masjid o'qish kerak emas. Bundan ekan Makkilikka va Makkaning o'sha haram doirasiga va miqat qadar orliqligiga tavaful qudum sunnat emas. Lekin o'zi xalqman tavof qilay deb qolsa ixtiyor. Nolki tavaful qudum hozir qanday kishi qiladi? Sirtdan kelgan kishilar qiron qilganlar va yolg'iz haj qilgan mufrid. Sirtdan kelgan yolg'iz haj qilgan va hajlar umrini juplab qilganlarga sunnat. Yolg'iz haj qilganlarga nisbatan sunnat. Sunnat degan ekan, agar bu tavafni qilsa qon kelmaydi, vojib bo'lsa qon kirdi. Yana masalan juplab qilgan kishilarga nisbatan bir ehromlikda umr bilan hajni juplab qiladiganlar. Ehromni chiqmaydi. Bunga nisbatan tavaful qudum sunnat. Lekin bunning shu dastlab kirgan chog'i qilgan umr zo'g'i şu ömrünün şey tavafpa. Şu tavaf nima hisoblab ketdi? Tavaful qudum hisoblab ketdi. Bundan şu dastlab qilgan tavaful qudum hisoblandi. Uning sa'i minaslari umri bo'lib, u haj bilan ikkisi geralishib ketgan bo'ldi. Hajdan keyin bir tavaful ifodasi bor. Xuddi masalan biz masjidga shunda kirsak, farz namoz o'qiyotgan bo'lsanda biz tahiyatul masjid shu farz namoz o'qisak, shuni bir tahiyya hisob bo'lgandek, shu umrning tavafi tahiyatul masjid hisobida. Yani juplab qilgan kishi tavaful qudum hisob qildi. Sa'i va hakazalar umriga hisob qilib, bu umra haj bilan birikib ketdi. Shun tirandin chiqsin. Yani bir chalmada ikki paxtakni suqash degan. Yani umri kelgan kishi vaqasi umrlam qilay deb haram kirgan kishi bu tavaful qudum dastlab kirgan tavafdan boshlaydi. Bu tavaful qudum umrining tavafi shu. Shunga hisob. Hem tamattu kelgan kishi yani bir ihrom bilan kelib umr qilib keyin kiyimini kiyib ihrom sildi. Undan keyin bir muddatdan keyin hajga chiqilgan. Uyg'urlar ko'pincha tamattu qiladi. Bu umri qilgan tavaful qudum hisob bo'ldi. Mahalli doirasida farqi yo'q. Miqatning sirtidagilar farqi. Demak, miqatning sirtidan kelganlar uchun sunnat. Uning ichidagi halol doirasiga va haram doirasiga sunnat emas. ويقول عند افتتاح الطواف طواف بشغل وقت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أعذني من أهوال يوم القيامة مش دعاء قل دوري طواف بشغل شاد yani Hacer-ül Asved'e kolunu işaretleyen çağı bir dua okuduğu bunun kanından da makam-ı İbrahim'inde mağazım. Şu çağda müzme duanı okuduğu demek. Peki her katın Hacer-ül Asved'e kolunu işaretleyen çağda bayatımda Bismillah Allahu Ekber dedik. Bunun için İbn Abbas'ın kelgan duanı okudu. Allahümme imanen bike ve tasdiqan bi kitabike ve sünneti nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem degan şu duanı okudu. Bu birinci katın şunda. Çünkü her katın Hacer-ül Asved'in uduğu kelgan çoğu, u duanı okuyacağına şu Bismillah Allahu Ekber deyim. Yani Allahu Ekber de koyup mansakın buldu. Yani bu duanın biz bayatının yanında şu Rukn-ül Yamani bilen Rukn-ül Hacer-ül Asved kısım arlıqıda Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar deyin. Şu duadan başkası Resulullah'dan kelmegen. Bunu şu sahabe tabi'in ve selefler kılgan dualar. Qala feyebda'u minel haceri ila cihati babil Ka'be. Hacer-ül Asved'e işaret qilib bo'lgandan keyin Kabe'nin darvozasi tarafga qarab tavafni boshlaydi. Hajar-ul Asveddan Kabe'nin darvozasi tarafga qarab mangdi. Yani Kabe'nin sol tarafida qilib aylanishni boshlaydi. Va qad taba'a ridaahu. Ustiga yepib olgan shu bir parcha rahmat rido duqo. Shu ridoni o'ng mo'risini
eşib qo'ydigan shaklda ustiga otildi. Ya'ni sol bo'yandan keltirib, qo'ltiqning tagidan chiqarib, mo'ra chiqib turgan holatda otildi. İttiba degan ibda-dab mo'risi, ya'ni belki mushjaylarni yoki mo'ri bilan mushaylarni daba desak, mishay eşib qo'ydi. İttiba degan nima deb iborati? İxroj tarafir ridai min tahta al-ibt al-ayman. Qo'ltiqning tagidan ridaning uchini oyog'idan chiqarib, bunda akilib chiqarib va ilqahu ala atiqihi al-aysar. Yani düşüşün yardımında çıkarıp masul boynumuzga bunda atıp koyaşı. Yani bu ittiba 7 tavafının hemmisinde aşında umurunu eşip koymuş. Kaysı tavaflarda umurunu eşip koymuş demek şuna. Arkasından sa'i kıldığın tavaflan bolsa, ihramlı kalıtlı bolsa umurunu eşip koymuş. Akıdan sa'i kılış olmasa eşip koymuş. Tavaful kudum olsa, qanday tavaf olsun, akıdan sa'i kılandı kumundu. Sa'i kıldıgan bolsa eşip koymuş. Sa'i kılmaydıgan bolsa kaçmaymış. Umurunu eşip koysan bolsa, çokum onunda ramal diyen ildam billi buldu. İttiba olmasa ramal olmaydı. İkisi yaşında vücutmesin. Feyatufu sebata aşvatın vara'al hatim. Muşunda halatta, yani 10 varısı çıkarıp koygan halatta 7 kıtım aylanıdı Kabe'nin etrafında. Vara'al hatim. Hatim aşu paka tamsap koygan da yerim dardı paka tamsap yavağı. Şunu hatim deymiş. Peki hicr deymiş. Yani müşkülün işi hatim. Ve Hacer-ül Asvad. Hacer-ül Aswad'ın dervazı qarlıqı bunda bir falan pay boşluqda binası var. Eski türlü bu. Ama dervaza, bu dervazanın altın dervazı bu. Uygur rüyası var. Kaşgarlık Uygur'dan bir siyasi var. Altın dervazı. Ve Makam İbrahim var. Da aynı meyadın varal hatim diyen hatimden aşağı pakatandan sırtından ayrılsız denge. İşiden şundan kapıttım meyada duasını bulmaydı. Yani bu Kabe'ne aylanmay işiden yolunu kesiplam kıskartırken bir ahval. Çünkü aşağı Hakatan dairesi asli Kabe'nin uğruna şu. Hem sıvımızın bir kısmı Kabe'nin uğruna. Burun Kureyş Selaf'da örülüp düşken Kabe'nin kaydı etsenizde halal kıldın kısa toplanan çağda yetişemmeyi yerimini aslında Hakatan'da koyup koygan. Aslında şu mu Kabe'nin işi çirk gitti. Hesap bulanmayın da koyup koygan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan, eğer kişiler yeniden İslam'a kirib, İslamiyet'e yeni bulmagan bolsa kişiler, men Kabe'ni çekip, ilgiriki İbrahim Aleyhisselam'ın sağın ulu boyunca kopurttum, aldı ve akı şükürler kıldım, Kabe'nin darvasını yerden tan kıldım degan. Araplar bütün basatulab dinleyen olmasında Resulullah'ın anlatıyor. Kabe'nin darvasını Mekke müşrikleri igiz kılıp algan. Nima uchun? Sirtdan kelgan kishilar keliblam kiralaydigan bo'lmasin, bizni ruxsat qilib kirdigan bo'lsin. Biz ruxsat qilib, ashotni akilib qo'yib berib, darvozadan ichib bersak, undan kirdigan bo'lsin. Endi qilib olgan. Biz muvatta'da o'qidik-ku, Kabe'ni Abdullah ibn Zubayr 5-xalif bo'lgan chog'da chiqib, shunda Rasululloh arzu qilgan shaklda İbrahim Aleyhisselam'ın ulu boyunca aşında kıpagan. Kıpagandan keyin Umaviylar onun işte bir gavut çekletip Resulullah'ın zamanında gidip kıpagan. Keyin ondan Hazreti Ömer bin Abdülaziz zamanında gelgen çağda İslam'ın sünnetine ihya kılgan ki Resulullah'ın arzu kılgan şekildeki Abdullah ibn Zübeyir'in sağgan şekilde esli keltümem lazım. Kabe'nin uyan çıkılmayma. Biz çıkılıp çakıdığın bir şey saydıgan bunda kıpayman buldum da tuşun diye. Yermulu fi salatil uval. Dastlabki 3 aylanishda Hajar-ul Aswaddan Ruknul Yamaniga qadar ariqda ildam mangdi. Eng asli jug'andek ildam mangdi. Ramal degan shu qisqa qadamlar tez harakat qilsa ramal. Mana shu musobaqasini ko'ryapman. Mana shu musobaqasini. Shunda. Thumma yamshi ala hinatihi. Ondan keyin aldırmay salmak bilan mağdu. Hine degan onda esillik bilan o'zini to'xtatib va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawna salmak bilan mağdu.
Summa yamshi ala hinati degan rukun yamaniga kelgan chaqda unda oldirmayman uni. Mesela nerede başladı o? Nerede başladı? Yani başında başlamayın da yani başladı. Başlandığın ki bunda aynı noktada müşahit kelgen kadar tezisinde mağdur geldi. Ya kelgen çağda rukun yamanıdan bir Allahu Ekber deb şarkı kılıp da ana aldırmay Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. Yani ya da keş bunda ayıplam yani şu işletim aşında ildam mağdur geldi. Rukun Yamani bilan Hajarul Aswad orqadan kelgan ish bo'jak. Rukun Yamani Yaman taraf bo'lg'achqa, Hajarul Aswad mo Yaman tarafda bunday qildi. Undan keyingi darvozadan keyingisi Rukun Iroq taraf, Rukun Sham degan Misr Sham taraf qaraydi. Kishilardan sim bo'ldi. Maqom Irohim Kabening shirin emas. Undan keyin ittiba, yani umurni chiqarib qo'yish 7 aylanishdan hammasi bo'ldi. Ramal dastlabki 3 aylanishda bo'ldi. Undan keyin bo'lmaydi. Va istalimul hajara kullama marra bihi. Har qatam Hajarul Aswad kelgan chaqda ishorat qilyapti ya tashni silab ma'noda. Va yafhimu at-tawaf bil istilam. Yani tawafni oxirlash bo'lgan chaqdami Hajarul Aswad kelib boshlagan nuqtaga kelib Bismillah akbar deyib oyoqlashtirdi. Hakada nuqla nusukuhu sallallohu alayhi vasallam. Yani shu boshlagan nuqtaga kelib tawafni tamomlaganligi naql qilingan. An tawaf tugagandan keyinchi andama mo'rimizni andan yo'yib emas. Xudoning qaram tuzgan joy ham bo'lgan chaqda mo'rimizni istirib qo'yishdi. Yoki unda tashaqqu qo'saqni istirib qo'yishdi. Ya ramalning hukmi sunnat, ittibo'mi sunnat. والحطيم حطيم ديالنا موضع مبني دون البيت من الركن العراقي إلى الركن الشامي. الركن العراقي إلى الركن الشامي أرلقدا بناء قلنغان أشفكاتام. سمي بذلك نمشي حطيم دب أطلغان لأنه حطم من البيت. çünkü bu Kabe'den çekilip çıketken yadek boğaçqa حطم yani kusira. Şun hatimde batalgan yani çekılık yer degan hisobda va fihi nusbal mizab shu joyga Kabe'ning o'gisidan bir no bekitilgan edi. No deymiz qo'shmi? Ben buni suyishtirgan narsa. No bekitilgan mizab rahma deb ataydi. Va huwa al-hijr. Ana ashu hatimni hijr deb ataymiz. Hijr لأنه حجر من البيت. Nimacha za hijr degan to'saq ve tamda to'sab qo'ygan ya bo'g'ashqa hijr deb ataymiz. Yani munia. Ve beynehu beynel bayt furjatun min al-janibayn. Kabe bilan ashu pakatamning oralig'ida ikki tarafdan da kirish eg'iz bor edi. Lekin ashu pakatamning ishining hammasi Kabe emas. Ma kitobda shunamiz Kabe'dak bunda tuyg'u berib qo'yibdi. Hammasi Kabe'da emas do'shnama. Bunun fakat 6 gaz arlıqlan Kabe'den. Onun aşkına Kabe'den emas. Hazreti Ayşe şunda rivayet qilgan. Mesela bu şu Kabe'ninki Mishkadın 6 gaz. 6 gaz 2 kilometredek narsa. 6 gaz kadar müşinchilik ya Kabe'ga tava. Bundan asli Kabe qanday bino qilish lozimda? Bunda bino qilish lozimda. Yani yasayolmay qoladi. Ama meyada 2 kilometre kadar bir şey namaz okusa, Kabe'nin için namaz okulandık oldu. Meyada namaz okusa, Kabe'nin için namaz okulandık. فَلَوْ دَخَلَ فِيهَا فِي طَوَافِهِ لَمْ يُزِّهِ لِأَنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ. Davul ki, 2 kilometre arlı Kabe tava boğaçqa, pakatamını kesiplan ötep gitip qalsa, iki tarafdaki egizden kesip ötep gitip qalsa, pakatamının sırtıda aylanmay, içidilan aylanıp qalsa, tavaf hesap olmaydı. Qala sallallahu aleyhi ve sellem al-hatimu minel beyt mana. Aşu çekilip ketken pakatam sanılgan aşu joy kichik o'yildagi Kabe'den degan. Fayu'idu tawaf. Shundan bir qatam ashunda kesib ketgan bo'lsa sirtda aylanmay bir tawaf kam bo'lgan bo'ldi. 7 qatam hammasi ashunda qisqartib aylangan bo'lsa 7 tawaf bekor degan. Bu o'rniga qayt qilish lozim. Burada icma var ulamaning. İcma. Yani bu hesap olmadı deyilgan var. İcma. Fein a'adahu alal hatim vahdahu azzahu. Hamda bir
qatımlıq aylanish yoki 7 aylanish hammasi hisob bo'lmadi dedik-ku. Necha qatim shunday qilgan bo'lsa, jumhur ulamolar hisob bo'lmadan qaytadan qilsangiz, qaytadan boshdan da aylangan. Masalan, bir qatimda shunda kesib o'tib ketgan bo'lsa, bir qatim boshdan oyoq bir aylanadi. 7 qatimda orliqdan kirib tavqigan bo'lsa, 7 qatim aylandi. Ya'ni bu mazhabda boshdan oyoq aylanmay, bir qatim orliqdan kirib tavqigan bo'lsa, kabin bütün aylanmay, mush orliqni da bir misha kam qolgan-ku. Esmani taketga. Yerdan aylanishdan oldin yerdan taketga ben hamma aylanmay, misha kadar bir qatim mansa atavapının kan qolgan yerini ado qilayotgan bo'ldi. Masalan, bir sajda unutilib qolgan, shu sajdani qilyapsiz. Bir rekat to'liq o'qimsiz deganda. Kam yeridan to'liq o'tirolmaysiz. 7 qatim aslında kam qilgan bo'lsa, 7 qatim shu arliqning 7 qatim mevasi bo'ldi. Ba'zi ulamolar 3 qatim mayanga, 4 qatim mayanga berib kasimi bo'ldi deganlar. Bu ta'kidlanishlik bir narsa. Eczahu gardinin saqıldı, hesap oldu li'annahu tamma tawafu. Çünkü şunun bilan tavafi tamam bo'lgan bo'ldi. Eğer aşında arlıqdan tavaf qilgan kishi, aşında arlıqdan tavaf qilib keyin jutuq ketib bo'ldi. Jutuq ketib bo'lgandan keyin o'tirib kitob o'qib yo boshqalarni menda sizda aylanib tavaf hesab bo'lmaydi, voy men shu yerdan aylanibman deb qolsa, o'sha yerda tavaf hesab bo'lmaydi desak bir qo'ygan. Bu anda ko'pincha shu vojib tavafda deyish kerak. Sunnat tavafda vojib tavafda deyish kerak. Wal awla an yu'idahu 'ala al-bayt aydan liyuwaddiyahu 'ala al-wajh al-ahsan wal-akmal. Endi shu'alam arliqdan qo'yislam kamyandan mansa bo'ldi demay, u bo'ldi, lekin afzal qaysi esa to'liq bir aylansa shu yaxshi. Mükemmel bırakıldı. Ve yakhruca bihi min khilaf ba'd al-fuqaha. Bazı alimlerin ki, "Yallam arlıqdan qatnab qo'yish bo'lmay, to'liq aylanishlar lozim" degan boshqa qarashlar bo'lg'achqa, biz ashularning nazaridan to'g'ri bo'ldi deyilgan shaklda mukammal qilish uchun to'liq aylanishni yaxshi deymiz. Ba'd al-fuqaha emas, bu jumhur. Yani bu mazhablar shallam navasi bo'ldi deydi. Cumhur ulamolar faqat to'liq bir aylandi. Ramal ibarat hazzu katifayni kattabaxtur. İki mo'rini lanishishdan iborat. Da ko'ranlab mangandek, yani bu mo'ri tezli mangandan da medilab titirgandek bo'ldi. Wa sababuhu izharul jalad lil mushrikin. Bunun uchun shunda qilinmas, sababi nima desa, mushriklarga musulmonlarga kuch-quvvatni ko'z qo'yish. Haythu qalu an sahabati, bular sahabe-kiramlar Madinaga hijrat qilib, u yerda bir muddat yashagandan keyin buni urush holatida ko'pincha ahvolda Madinadagi vabo kesidi, ya'ni Madinadagi havosi andan kesal qilib qo'yilgan. Endi havo bo'lg'achqa, bu Madinada yashab kesal bo'lib, seni ajlab ketdi. Bu ma'lum yo'q bo'ldi. Shunda aran tavakkulatshanda deyishgandan keyin ham bu kirib qo'yibmiz. Bu ahvol qandaraqda? Nimaga chiqib? Muddaa tarafga. Burun suq G'azza deb batdi, muddaa tarafga. Marvaning uch tarafi. Yani uch tarafda da tavosa misaychga o'tgan bu. Dengizga o'tgan. Musulmonlar yadında mishay mangan chaqda mishay qadar tez yani müşriklik kurduğun tarafından ötken çağda Moskova'na çıkarıp kaç bunda mangal diken bu esmen da canlı kürmene gel. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu mra'an azhara min nefsihi celede. Kişinin gösterdiğin kişi Allah rahmet kılsın diye. وزال السبب وبقي الحكم إلى يومنا. O sıra şu çağda kafirliğe şu kişinin köz koyuş düşünte kendi İslam devletleri kişiyip gitti bu kafirliği yoklap yadın. Demokratik o sebep yoklap gitti. Lekin şu hüküm şunda kaldı. Hem bizden tavaf kılışımız, şeytan ateşimizden bir arpa turşanımız ibarette İbrahim Aleyhisselam'ın izlerine aynen kılıçlı ibarette o. Endi mamu Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning kira ishlarini aynan qilishga iborat. Bu sünnet olarak tap qildi. Bihit tavaruf.
Yani Müslümanlar sahabe-i kiramlardan, Resulullardan, sahabe-i kiramlardan alğan şu sünnetni Xulafa Raşidunlar undan keyingi Müslümanlar hammasi qilib kelgan. Taki bugunga qadar shuni qilib kelyapti. Yani bununki Resulullardan şu çağdan kimmi? Sebep yo'qolgandan keyin sünnet bulab qilishning dalili nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vada'da kelgan vaqtida Hajjatul Vada Makka fatulab islom hokimiyati kunlab ya mushrikdan birisini qamay qazilib ketdi. Shu chaqdimi tavof qilgan chaqda ramal qilgan. Undan keyin bu sabab yo'qolib ketgan desakmi masalan sunnat qilib qolgan deymiz yoki bunda deyish bo'ldi. U yerda mushriklar yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, masalan kamerada kafirlik ko'rib turdi, musulmonning tavob qilgan ahvolini. Shunama, bu yerda izhor quvva hozir bor endi. Izhor quvva bor. Masalan, birasa shunda kamerada musulmonning ahvolini qarab qo'ysa, qilijam bakim bo'ldi. Deydi. Ayatda du'addu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Ayatın ahirisine bakın. Akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah'ın düşmanlarına korktuğuna kişinin tayarlap ona dedi. Onun için la ta'lamunahum ve akharina min dunihim. Yani onun başlığın var. Siz Allah'ını bilmezler. O başlığı kimler? Mesela cilla buluşu mümkün. Mesela ağır şarayette Mekke'de aslında kırıp duratkan cilla badep kalsın. Mesela kafir cilla. Ya ki bundan keyin kildiğen amında jirahtan kameralarla siniyamralarla kırıp durduğun kafirler, düşmanlar desek mi buldu? Daha önce sebep yokup gitti dememiz sebep hazır mı? Bazı desek bular. قال واستلام الحجر أول الطواف وآخره سنة. Yani şu tavaf başlayan çağda ve her katımda ahırlaştırgan çağdım şu Hacer-ül Esved'ki başlayan noktaya kelip tamamlaş şu sünnet. Ve ma beynahuma edebun. Bunun arlıqdaki işler edep münasebet işler. Yani başkalarına kıstamay, azalamay, meneş, dua, zikir, tilavatını kılıp meneş, ramal kılışını belki şunda deyişi mümkün. Ramalını sünnet deyiş gerek. Dikkat bir mezhepte tavaf kılgan çağda taharet buluş lazım. Taharetinden tavaf kılış lazım. Bu namaz bu okşaş. Al-vudu şart diyende kurum var. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَلَا يُقَبِّلَهُ. Ruknul Yamani degan şu Hacer-ül Esved'ga berishdan ilgiriki bo'jak shu. Shu rukni kelgan chaqda bu Ruknul Yamanini qo'li bilan tutadi lekin so'ymaydi deydi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni so'ygan qo'li bilan tutgan. Bu bo'jak kelgan chaqda so'yganlik uchun biz so'ymaymiz. Hacer-ül Esved'ni so'yganlik uchun so'yamiz. Va Muhammadin rahimahulloh annahu sunnah. Muhammad rahmatullohi alayhi Ruknul Yamanini silash hüküm sünnet. Yani bir mezhebin karşıda müstahap bulduğu İmam Muhammed sünnet dedi. Ve yana suyusu bulduğu da vardı. Fark şu. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anh dedi. Lem eran Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemessu minel erkani illel yemaniyeyn. Hacer-ül Esved bar rüknülen Ruknul Yamaninin Yemen tarafı olacak. Yemen tarafı iş bulacak demek ki. Yani İbn Abbas radıyallahu anh ennehu kan yukabbilu ruknel yemani. İmam Bukhari tarihinde rivayet kılgan. İbn Abbas radıyallahu anh'a söyleyen şu Ruknul Yamanini mi? ولا يقبل بقية الأركان. Bununla başka Ruknul Iraqi, Ruknul Şamil'ine söylemeydi. İnnehu sallallahu aleyhi ve sellem kâne yestemul hacera ve Ruknul Yamaniye la gayr. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'ini tuttu ve Ruknul Yamani'ni tuttu dedi. Silakti. La gayr. ويستحب أن يقول إذا بلغ الركن العراقي الركن العراقي كأي وقت دا يعني دروازن أتى يعني بربوجك كأي وقت دا مهندا دسا مستحب اللهم إني أعوذ بك من الشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق حتى أدل كلاب نون أدل كأي شردا عند الميزاب اللهم اسقني بكأس محمد شربة لا أظمأ بعدها ديدو
وعند الركن الشامي شام ركن باغن وقتدا اللهم اجعله حجا مبرورا يعني حجا مبرور ديgan sap خالص seç anda riya ve günah maset atlaşmagan sap hac qilgan ve sa'yan mashkura ve mushu bütün tirishchanligimni chiqargan kuchlarimni ibodat faoliyatlarimni maqbul qilgan va mashkur degan ve zamban maghfura günahlarni mag'firat qilayotgan ve tijaratan lan tabur ve kasab bo'lmaydigan tijorat qilib bergan ya'ni shu haj faoliyatlarimni kasablaşmaydigan ziyon tortmaydigan foydali bir tijoratda qilib bergan برحمتك يا عزيز يا غفور وعند ركن اليماني ركن اليماني كان شغدا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات تيتون ركن اليماني لان حجر الأسود من أرض قدار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تيتون والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك